Assalomu alaykum. Bugun mana kecha soat 4 bo'ldi. Biza sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan odamimiz. Bu odam rostakasim oshchi, Toshkent oshini, to'ylarda qilinadigan oshini qiroli desam ham adashmagan bo'laman, inshaalloh. Bu odam Toshkentdagi shu 90%, 100% desam ham adashmayman. Oshpazlarning ustozi hisoblanadi. Ularga ustoz bo'lsa, men bu odamni Toshkentcha osh qiroli deb o'ylayman o'zim uchun. Yuringlar, undan ko'ra ko'p gapirgandan ko'ra odamni men sizlarga tanishtiraman. Ya assalomu alaykum Botir aka. Assalomu rahmatullohi. Rahimjon yaxshimisiz? Sizmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Aka qalaysiz? Yaxshimi? Rahmat. Rahmat, alhamdulillah. Subhanalloh, o'zingiz choki yosharib ketibsiz. Tinchmisiz? Sizni ko'rib ketdim, Botir aka. Mana shu Botir akam bo'ladi. Assalomu alaykum. Men uchun shu oshchi, Toshkentcha osh qiroli mana shu odam inshaalloh bugungi kunda. Nechinchi yil birinchi o'rinni oldingiz konkursda Botir aka? 2011-yil. Super konkursdan bir olganingiz nechinchi yil Botir aka? 12-yil. Voy, subhanalloh. Bitta damlaganda necha kilo osh damlagansiz Botir aka? Bitta damlaganimizda eng kattasi 800 kilo osh bo'lgan. Voy, subhanalloh. 12 ta qozonda 800 kilo osh bo'lgan, chiroyli katta tadbir bo'lgan. Moskvada osh damlaganlaringiz rostmi Botir aka? Ha. Makka va Madinalarda Damlagan. Uni baytida hojakelarga osh damlaganmiz. Inshaalloh. 2000 Necha yildan beri oshpazsiz Botir aka? Endi 40 yil bo'ldi. Baholasa yana bir 40 yil damlasak keyin pensiyaga chiqamiz. Yana bir 50 yil damlang aka. Mazza qilsa. Xursand bo'ldim ko'rib Botir aka. Hamma Toshkentdagi katta bolalarnikida osh damlaganmiz Botir aka. Rostagasim katta bolalarnikida. Ha? Hammanikida damlaymiz. Alloh. Atak meni ham to'yimda Botir akam osh damlab berganlar. Sizlar ham to'y qilinglar, Botir akam osh qilib bersinlar. Sizlar bilan Rahim Mahmud. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yoki prosta jajarashing.